Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Yana bir ajoyib projaga keldik. Bu davlatning o'zini projesi. Bu rezidans bo'ladi, ya'ni mehmonxona. Oldilari zelyonniy zona. Hozir biz mana sotish ofisidamiz. Bu yer ham kafeda bir narsalar qilinadi. Sitani kirishi bu tarafdan 6 ta blokdan iborat. 6 ta blok bor. Mana ko'rib turganinglardek, o'zini yopiq ochiq basseynlari bor. Terrasalari bor, ya'ni dubleks bu yerlar. Keyin bu tarafda sport nimalari ochiladi, Belediyani o'zini davlatning nimasi. Keyin bu tarafdan kirish, parkingga kirish, 2 etajli parking bor. Har bir blokda 2 ta blokda ya'ni parkinglari bo'ladi. Bolalar basketbol zonasi. Bu tarafdan kelaverasizlar, o'zini bolalar maydonchasi. Uylarimiz 2+1, 3+1, 4+1 dan iborat. Bu yeri nimaga sizlarga tavsiya qilyapman? Davlatning projesi bu. Kadastrlari hamma narsasi tayyor. Variantlarga ham bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar, podrobno hamma narsasini tashab qo'yaman. Kirib ko'rasizlar. Proje zo'r joyda joylashgan. Hozir showroomini ham 2 xonali showroomlari bor ekan, uni ham ko'rsatib o'taman. Sog' bo'ling.